Yaxshi qiz. Agar sir bo'lmasa bugun nechta oldingiz? Qanaqa ikki boringiz, neto adresga tushib qoldingiz. Qanaqa adres? Men avtobus kutib olmas stanovkada. Sizni ma'lum bir ostanovkangiz bormi o'zi bu ko'chada? Erkaklarni uylanmaguncha ma'lum ostanovkasi bo'lmaydi. Qizlarning yerga tegmaguncha ham normalniy panyatkasi bo'lmaydi. Nima? Men hali yosh qizman, menga yer kerak emas. Sizdek qizlarni aslida muzeyga berish kerak o'zi, yerga emas. Sigaretingizni sal nariroqda chaking, parovozga o'xshamasdan. Ey, qishda chaksam yomonam tutiydi-ey, to'xtamasdan. Qishda? Qizil jinni ekansiz, uchiga chiqqan. Nima? Qizil udostreniyali babnikman, jinnini yo'q qo'ygan. Yoqtirib sevsang shu-da endi ahvol, a? Babnik ham sevadimi? Qo'ying. Babnik ham bittasini sevguncha babnik bo'ladi. Aldamang. Men aldayotganimda yolg'on gapirmayman. Ko'p gapirmang. Tug'ilganimda hayajonlanib 1 yil gapirolmaganman. Gap qisqasi, telefon nomeringizni 4 ta raqamini bilaman. Bo'lishi mumkin emas, kechagina yangi nomer olganman. Ну давай спорим. Bilsam bitta savolimga to'g'ri javob berasiz. Xo'p, bo'ladi. Agarda bilmasangiz, ketimdan boshqa yurmaysiz. Okey, kelishdi. Xullas 99 893 qoyilmisiz? Kuchamda siz kodini aytibsiz. Ey qizi, yutqizdingiz. Yana bitta savol. Qaysi taraf chap, qaysi taraf o'ng? Bu yo o'ng, bu yo chap. Bu yo chap, bu yo o'ng.